O'rmondagi azim daraxt tepasiga ona qush bilan ota qush o'z polaponlari momoq bilan do'mboq uchun shinamgina uya qurishibdi. Polaponlar dadalari bilan oylari olib kelgan yemishlarni liqqa-liqqa yutar ekanlar va ular ota-onalarining pinjilariga kirib uyquga ketar ekanlar. Tong otkash esa, qaranglar, mana bu og'izda qanot qoqib uchish. Qani, endi sizlar ham uchinglar. momoq ancha dadil ekan. U qanotlarini qoqib uchibdi-yu, shu zahoti yerga qulabdi. Do'mboq jonini tahlikaga qo'yishni xohlamabdi. Nima desanglar uchmayman. Uçsang sovg'a beraman. Bu gaplar do'mboqqa ta'sir qilmabdi. U inida qilt etmay o'tiraveribdi. O'rmondagi qushlar ba'zida do'mboqni oldiga kelib nima qilib o'tiribsan? Do'mboq utsang-chi, opang momoqdan o'rnak olsang-chi deb chuvillashar ekan. Qushlarning belanchakdan chiqish payti bor. Uyni tark etib uchishga o'rganish payti bor. Do'mboq butun kuchini yig'ib, minora boshidan havoga parvoz qildi. Nihoyat u erkin qush bo'pti. Endi yer ham, osmon ham uniki.